Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimiz aynan kadrlar yoki HR sohasiga tegishli har bir tashkilot yoki har bir korxonada kadrlar bo'limini yuritadigan platforma, asosiy platforma bu yagona milliy mehnat tizimi hisoblanadi. Bu platforma nima degani? Har bir korxonaga ishga kelgan xodim mana shu platformaga albatta registratsiya bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni uni elektron mehnat daftarchasi hisoblanadi. mymehnat.uz saytiga kirib olamiz. Mana bunda yozilgan mymehnat.uz. Bu yerda bir nechta o'sha saytlar chiqadi. Biz birinchi bo'lib kiradigan saytimiz bu o'sha mymehnat O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi. Platformaga kirib oldik. Tizimga kirish tugmasini bosamiz. Bu yerda kabinet turi ikki xil chiqadi. Jismoniy shaxs kabineti va tashkilot kabineti. Agar siz o'zingizni profilingizga kirmoqchi bo'lsangiz, elektron mehnat daftaringizga kirmoqchi bo'lsangiz, unda jismoniy shaxs kabinetini tanlaysiz. Agar siz korxona kadrlari bo'limida ishlasangiz, boshqa xodimni ishga kirganligi to'g'risida elektron tizimini yuritmoqchi bo'lsangiz, unda tashkilot kabinetini tanlaysiz. Bu yerda hozir bizda 3 ta korxona bor. Biza o'sha Navoiy hamkor qurilish servis kabinetni tanlaymiz. Kabinet bo'yicha ключ bor. Ключ bo'yicha kirib olamiz. Parol xato terildi. Negadir 990. Kiryapti. Bu hammadan chiqadigan narsa, o'sha ogohlantirish sifatida bu bizga kerak emas. Har bir o'sha kabinetda har bitta shtatdagi xodimni o'sha nimasi bor. O'zini elektron mehnat daftari. Bu yerda korxonaning nomi, qayerda joylashganligi, stir, hamma narsasi bor. Ish o'rinlari soni, vakansiya soni, stavkalar yig'indisi, jami erkaklar, ayollar, mana bu yerda eslatma berib o'tilgan, ya'ni o'sha 15 kungacha qayd etish kerak. Qonun bo'yicha. Xo'p, biz korxonamizga yangi menejer ishga olinmoqda. Yangi bo'sh ish o'rni ochish uchun nima qilamiz? Birinchi o'rinda ish o'rni yaratish tugmasi bor. Ish o'rni yaratishni bosamiz. Bo'linma mavjud emas. Ko'pchilik korxonalarda bo'linma mavjud emas turadi, lekin albatta siz bo'limini yaratib qo'ying, oson bo'lishi uchun. Bizda boshqaruv xodimlari bor, transport, kasanachilik, misol uchun o'sha boshqaruv xodimlari bo'limiga xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilarning soha klassifikatori bo'yicha lavozimi. Misol uchun bizga kerak menejer. Menejer lavozimini tanlaymiz. Bu yerda avtomatik tartib raqam, kod, kategoriya, ta'lim darajasi hammasi kelib chiqadi. Lavozim to'liq nomi davlat tilida ko'rsatilgan, rus tilida ko'rsatilgan, stavka 1 stavka, bo'lmasa o'sha yarim stavka 0.5 boshqasini qo'ysanglar bo'ladi. Qanaqa stavkada ishga olayotgan bo'lsanglar, oklad, ya'ni bu yerda o'sha oylik yoziladigan summasi hisoblanadi. Agar kimda ochiq ko'rsatilgan bo'lsa yozishi mumkin. Agar kimda ko'rsatilmagan bo'lsa o'sha ish haqi, shtat jadvali, ichki tarif rejasiga muvofiq belgilanadi tugmasini bossangiz ham avtomatik o'tib ketadi. Mana bu yerda ish o'rnida nechta menejer olibsiz? 2 ta olmoqchi bo'lsangiz 2 ta kiritasiz, 1 ta olmoqchi bo'lsangiz 1 dona menejer uchun lavozim ochamiz. Bu yerda ogohlantiryapti. Ish o'rni yaratilgan kundan boshlab 5 kun mobaynida ish o'rniga xodim rasmiylashtirilmasa, ish o'rni vakansiya sifatida aks ettiriladi. Ushbu ish o'rniga 5 kun ichida xodim rasmiylashtiriladi, albatta.
Zagruzka ketyapti bizada. Xo'p, boshqaruv xodimlariga tak, ochildi menejer vakansiyasi. Mana shu yerga xodimni rasmiylashtiramiz. Xodimni rasmiylashtirishimiz uchun bizga kerak bo'ladi pasport seriya, JSHR va boshqasi. Buni kiritganimizdan so'ng o'sha xodim to'g'risida chiqqan buyruq, ya'ni hozir ko'rsataman sizlarga. Tak. Pasport ma'lumotlarini kiritganimizdan so'ng bizga xodim to'g'risidagi buyruq va mehnat shartnomasi kiritiladigan joy chiqadi. Biz o'shanda, misol uchun 99-sonli mehnat shartnomasi va buyruq 99-sonli buyruqni kiritib, lavozimi o'sha, misol uchun bu yerda kozloviy kran, bizada esa menejer turadi. Ha tugmasini bosganimizdan so'ng avtomatik ravishda baza ana shunaqa qayd qiladi. Bu yerda kerakli xodim to'g'risida ma'lumot, qarindoshi, kasallik varaqasi, intizomiy jazo, rag'batlantirish, obyektivka va boshqa ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Bu tizim faqat tashkilotni kadri va direktori lavozimidagi inson bu tizimni bu platformaga kirib, uni boshqarish huquqiga ega. Nima sababdan? Chunki bunda korxona ichidagi har bir xodimning shaxsiy ma'lumotlari saqlanadigan baza hisoblanadi. Shaxsiy ma'lumotlari saqlanadi. Agar bu tizim yurmasa nima bo'ladi? Agar yangi menejer ishga kelsa-yu, siz uni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, bu qonun jihatdan mutlaqo taqiqlanadi va ertaga korxonangizga yoki o'zingizga nisbatan katta miqdorda shtraf kelishi mumkin. Bu tizimning bir qulaylik jihati bor. O'sha mehnat shartnomalari arxivi bor. Shu arxiv bo'yicha oldingi mehnat shartnomasi bekor qilingan xodimlarni ham bemalol shartnomalarni ko'rib, tahlil qilib chiqishingiz mumkin yoki qanaqadir muammo kelib chiqadigan vaziyatda mana shu shartnomalar yordam beradi. Mana xodimlar haqida, hamma narsa haqida ma'lumot bor. Bugungi darsimiz qisqacha va shundan iborat edi. Hammaga rahmat.